Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga kamqonlikka davo choralarini aytib o'taman. Qon kamayib ketishi gemoglobin miqdorini kamayib ketishi bilan harakatlanadi. Kamqonlikning kelib chiqishiga to'satdan surunkali qon yo'qotish, qizil qon tanachalarining me'yoridan ortiq darajada yo'qotilishi sabab bo'ladi. Kamqonlikning belgilari juda ko'p bo'lib, avvalo kamqonlikka chalingan bemor tez charchaydi, yuragi urishdan bezovtalanadigan, boshi aylanadigan bo'lib qoladi. Uni ayni vaqtda ishtahasi ham pasayadi. Davosi: kamqonlikni davolash uchun vositalar juda ko'p. Bular quyidagilardir. Olxo'ri. Olxo'rini ko'p iste'mol qilish qon tarkibidagi qizil qon tanachalarini ko'payishiga yordam beradi hamda qon bosimini ham pasaytiradi. Unda buyrak xastaliklarini davolashda ham foydalanish mumkin. Lavlagi qon tanachalarini ko'paytiradi, kamqonlikni tezda davolaydi. Agar lavlagini o'zini yoki sharbatini har kun iste'mol qilinsa, gemoglobin miqdori oshib, kamqonlik butunlay tanani tark etadi. Yana lavlagini ichak kletchatkalarida yaxshi so'riladi, ich qotishini oldini oladi. Keyingisi tut mevasi. Tut mevasi inson organizmidagi turli xastaliklarga davo bo'la oladi. Keyingisi qora mayiz. Qora mayiz o'zining shifobaxshlik xususiyatlari bilan alohida ajralib turadi. 30 dona mayizni kechqurun uxlashdan oldin qaynagan suvga solib, ustini yopib olib qo'yiladi va ertalab och qoringa tanovul qilinadi. Qarabsizki, 5 kunda natijasi juda a'lo tarzda bo'ladi, ya'ni kamqonlikni davolay boshlaydi. Keyingisi o'rik mevasi. O'rik mevasi kamqonlikni davolashda muhim o'rin tutadi. Bu ne'mat yurak qon tomir faoliyatini yaxshilaydi. Keyingisi qizil sabzi. Qizil sabzi ham kamqonlikka davo bo'ladigan ne'matlardan biri hisoblanadi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, talab istaklaringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rayman. Rahmat, salomat bo'ling.